Agar sizda shu belgilardan qachon bittasi bo'lsa, zudlik bilan kardiologga borishingiz kerak. Bu hayotingizni saqlab qolishi mumkin. Men doktor emasman, lekin sog'liq sferasini ancha yildan beri o'rganib kelyapman va shuni bilamanki, 90% odamlar bu belgilarni e'tibordan qoldirishadi, lekin bekor. Birinchi belgi zinadan ikkinchi etajga chiqayotganda nafas qisishi. Oldin oson chiqardingiz. Hozir bo'lsa hansirayapsizmi? Yurak yuklamaga dosh bermayapti. Ikkinchi belgisi bu tinch holatda ham yurak urishini tezlashishi. Agar prosta hech narsa qilmayotganingizda ham yurak pulsiz 90 dan oshadigan bo'lsa, demak yuragingiz zo'r qilib ishlayapti. Uchinchi belgi kechga yaqin oyoqlarda shish paydo bo'lishi. Boldiringizga bossangiz, oyoqda chuqurcha paydo bo'lyaptimi? Demak yuragingiz qonni yaxshi aylantirib bera olmayotganligidan dalolat beradi. To'rtinchi belgi doimiy charchoq va bosh aylanishi. Tez turib ketsangiz, ko'z oldingiz qorong'ilashsa, yurak miyani yetarli qon bilan ta'minlamayapti degani. Beshinchi belgi bu ko'krakdagi har qanaqa og'riq. Juda ham kam bo'lsin, bir bo'layotgan bo'lsin, lekin baribir e'tibordan qoldirmaylik. Bu xoh sanchish bo'lsin, achishish bo'lsin, bu narsalar infarkt oldi holati bo'lishi mumkin. Ushbu aytib o'tgan holatlarning hatto bittasi tilida kuzatilayotgan bo'lsa, qoldirmaylik. Hozirroq doktorga boringlar, UZI qildiringlar, EKG qildiringlar. O'zingizlarning sog'lig'ingizni birinchi o'ringa qo'yinglar.